Assalomu alaykum radiolar, sizlar bilan Akmal. Bugun bizda yana pul tadbiri va bizda 54 o'tdi. Vaqt soat ko'rishlar mumkin. Har doimgidek shu stroy turimiz bo'lmasa spashim berib yuboradi adminlar. Shuning uchun stroy turishga majburmiz. Endi bu tarafda, ya'ni o'zimizni bahsida men stroy turmasam stroy qilaman. Lekin bu yerda hamma stroy turishi shart va zarur ko'rishlar mumkin. Hattoki 9 lar ham stroy turibdi, chunki hozir adminlar 9liga qarab o'tirmaydi, spashim beraveradi. Spashim beriladi. O'shandan keyin qoidani buzishmaydi. Keyin bugun kecha ripi tarzda bo'lib o'tdi stroy. Keyin xudo xolasa kontent yaxshi bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi kommentariyada yozib ketinglar. Bugun video olmayman uzdim, lekin video oladigan bo'lib qoldim qayerdandir. Menga yoqadi, chunki yangi telefonlarda yangi kontentlar, yangi jotki jigarlar bilan shu olish videolar yoqadi. Nima deymiz? Like bosib, qo'llab-quvvatlab tez 100 ta obunachi qilishimiz kerak. O'shanda men xursand bo'laman. Yaxshi bo'ldi. Bugun Tambo aktiv o'ta yaxshi, nima deydi? Normalniy. Ko'rishlar mumkin, ko'rdinglarmi? 9 ketdi. O'shanday hozir ozgina lishniy narsa qilib qo'ysalar, stroyda turganida shunday bo'lib ketadilar. Qimirlashga ham qo'rqadilar, hatto chetroqqa o'tib olaman, shu tuzlar yaxshi ko'rinadi. Bular yoniga turibman. Mayam dermiz, chidaymiz. Jigarlar, tez 100 ta bo'laylik, obuna bo'laylik. Obuna bo'lmayapsizlar cho'ta. 57 250 patron bor, xudoga shukr. Mana shu qiz bola adminlar yoqmaydi, kibr yoqib olgan, bu yoq. Lekin mana bitta jigarim bor, u admin bo'lib ishlaydi, lekin nikini aytmayman. Nikini aytsam bo'lmaydi jigarim xafa bo'lib qoladi. Jigar, agar siz videoni ko'rsangiz, atdushi. Tak, 57 hali ham bizda. Adminlar hammasi bizdan kuzatyapti. Nimaga boshqa adminlar o'qimayapti, qaramayapti, boshqalar. Hamma adminlar bizdan qarayapti. Mayli, bizga nima farqi bor, to'g'rimi? Sizlar kontent ko'rsanglar bo'ldi, jigarlar, boshqa narsa menga qiziq emas. Sizlar eng muhimi sizlar kayf qilsanglar bo'ldi. Kavkaz push qilamiz ekan. 58 o'tdi, hali bor.
Normalniy siknam qolmadi, akkauntlar bankga kiraverib. Pizdes boru. Bitta akkauntim ochilishiga 2 kun qoldi. Bitta akkauntim bugun kirdi. Soat adashmasam 2 atrofida kirdi. 7 kunga kirdi lekin. Narigisi glavniy akkaunt 10 kunga kirgan edi. Necha? Hammasi o'tadi ketadi. Bir hafta yana u glavniyda o'ynaymanda nimadir qilib qo'yib, unda ham shu ban olaman yoki boshqa narsa olaman. Bilmadim endi. Mana ketdi jigarlar, otishmani ko'rasizlar, avtobus keldi. Biz hozircha Kavkazga push qilamiz, chunki oldindan bu reja qilingan, reja aytildi. O'sha Kavkazga push qilish niyat bordi o'sha oldindan va shu niyatni hozir sizlar bilan birgalikda amalga oshiramiz, chunki Kavkazda normal o'yinchi yo'q hozirda. Shuning uchun Kavkaz push qilib yuboramiz to'g'ridan-to'g'ri. Bilan turishini ko'rishlar, yurishini ko'rish vajizlar nima dedim. Har galgandan dan ham deb qo'ydim. Admin ekan otayotim men buni. Uzr admin. Har galgandan dan. Tak, bular nimadir bo'libdi. Ha, bu yerda bilan o'rik ham bosyapti. Biz ham bosyapmiz ekanda. Ko'ryapsizlarmi? Akmal bitta o'g'it tekis o'lib ketadi bu. Hech kim emas bilaman uchun. Arish yig'ib uraylik. Muxa yedi bluxa. Tak, mana tepadan bularni otishimiz kerak bo'ladi. Cho'ta hamma yo'qolib ketdi. Hali hamma bu yoqqa. O'rtaga sakirma. Qoch. Shaqqa qarab o'tirishimiz kerak. Biza pozitsiya bermasdan. Pozitsiya berib qo'ysa, adashib ketdi. Men urmay jinni. Mana o'tira hozir, mana o'tira. Tegala olamiz. Tursa bo'lar. Dastonbek. Turdi mana. Mali yaptı bu. Jinni. Tamam. Tek. Hali oldinda bor lekin bizankilar bosib sekildi. Ha bosibdi bir ikkitasi. Olaylik mana. Mana uni yurishini qara. Mana uni yurishini. Bugun biz ana yuruvdi mash. Bo'lib qoldimi? Qazumas turamiz. Qodir, Baxtiyor Muslim. Nima u Baxtiyor Muslim? 100% jilet kiyib olgan. Nima u admin arjutiga? Yusuf nima men arjom olyapti? Admin mana arjom olyapti. Billa, arjom nima ola admin zaybal. Arjom olib qo'ydi mana admin. Adminga ham qiziqsan, qayerda arjom bo'lsa hammasini yig'ib chiqdi. Ko'rishlar mumkin, bugun ham yutdik stroyda. Biz uchun hech nima emas bular. Nimadir bordir lekin biz ham o'piga baribir legenda, chunki hamma ashaddiy o'yinchilar shu yoqqa yig'ilgan. Hamma legendalar shu yoqqa, endi bir ikkitasi bor, to'g'ri, otishni bilmaydi, o'ynashni bilmaydi, lekin u bir ikkitasi ham shu bir ikkitalar orqasidan kayfiga o'ynayapti zato.
Ko'rishlar mumkin biz darhol yutdik. Hamdirimiz endi chiqarmikin bizga qarshi chiqa oladigan o'paga yoki boshqa narsa hayotda chiqmasa kerak menimcha. Shunday deb o'ylayman. Avtobusga minamiz, ketaveramiz. Avtobus birinchi marta minaman. Avtobus talashib yotibdi. Aytdim mana avtobus to'lgan mana. Nima bu? Xayr jigarlar, sizlar bilan akmal.